55 so'm pulim bor-da. Qaysi dachiga chiqsa bo'ladi? Eng qimmatiga chiqamiz. Hammasi hazil, dachiga chiqamiz ham, uni qo'yinglar. Chiqamiz. Tezroq. Iloji bo'lsa, mana shu videoga like bosing, ko'pchiligiga tarqatib yuboring. Men sizga manfaatli narsani o'rgataman, akalar. Xo'p, qaranglar. Bronli uz degan sayt bor, akalar. Shunga kirasizlar. Bu yerda liboy dachalarni sizlar tomosha qilsangiz bo'ladi. Hamma dachalarni kirasib qo'yishgan. Misol uchun, bitta dachaga bitta kirasizlar. Shu bosganingizda mana qaranglar. Qaysi chislo kuni band, qaysi chislo kuni bo'sh, hammasini ko'rsatib qo'ygan. Dachada kompyuter bormi, bilarti bormi, hammasini ko'rsatib qo'yishgan. Eng zo'r tarafi dachani o'sha o'zini narxida bron qilsanglar bo'ladi, akalar. Eng zo'r tarafi yoqqan dachalarga shunda avans to'laysizlar. Bor bemalol dam olib kelaverasizlar. Ana zakalab tasha, kimdir bilan gaplash, pul to'la, unaqa muammolar umuman bo'lmaydi. Biz o'zimizdan foydalanamiz. Komfort bo'lganligi uchun sizlarga ham tavsiya etamiz. Kimga qiziqsa, aloqaga chiqarasizlar.